Navoiy viloyati Karmana tumani Samarqand muntazam YPX maskani karantin postida shu yilning 3-may sanasi soat 13:40larda Samarqand Buxoro yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Mercedes-Benz rusumli 30A 893TA davlat belgili avtomashina to'xtatib tegishli tartibda tekshirildi. Ushbu avtomashinada yo'lovchi sifatida kelayotgan shubhali ko'ringan fuqaroning shaxsiga aniqlik kiritish maqsadida ko'zdan kechirilganda shimining o'ng cho'ntagida marixuana giyohvandlik moddasini olib o'tayotganligi aniqlandi. Ushbu modda xolisda ishtirokga rasmiylashtirib olinib, tekshirib ko'rilganda Navoiy viloyati IBEKBning 41-sonli ekspertiza xulosasiga ko'ra marixuana giyohvandlik moddasi ekanligi aniqlandi. Holat yuzasidan fuqaro Karim Kamolga nisbatan Karmana tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 226-moddasi 1-qismidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borishga kirishildi. Nima maqsadda oldingiz? Chakasiz, necha puldan oldingiz? Sotib olganman. Topib oldingizmi? O'zimdan oldim. Asrab yuribsizmi? Ekkandim. O'zingizni nima deb oqlaysiz? Oqlab bo'lmaydi, ko'rdi. Ha, buni oqlab bo'lmaydi. Qilayotgan ishi qonunga zid ekanligini bilgan. Bila turib shu ishga qo'l urgan bu fuqaro Samarqand viloyatidan 3 nafar farzandning otasi. Xalqimiz boshiga tushgan ana shunday sinovli kunlarda hamma bir yoqadan bosh chiqarib, xavfli virus hamda tabiiy ofatlardan zarar ko'rgan fuqarolarga yordam qo'lini cho'zayotgan bir paytda bu kabi qora niyatli fuqarolar o'zlarining g'arazli maqsadlarini amalga oshirish payida. Sabina Xo'jayeva, Farruh Yakubov Navoiydan tayyorlandi.